To'xtanglar, kelib turamiz, menga ovqat qolmadimi? Toshkentda yesiz ketdi, qarab. Tog'da ovqat yetmagandan keyin to'g'ri Toshkentga kelib, Chilonzordagi Dodo go'shtga ham kevora qoldim. Qoron ochligidan nafsim o'ynab har xilidan e'tibor qoluvdim men. Boshiga Voydod burgerdan boshlab qoldim. Ikkita kamchilik bor, oxirida aytib o'taman. Umuman olganda go'shtlari hammasi bir xil bo'lar ekan, lekin ustidagi noni, ichiga solinadigan narsalari bilan o'zgarar ekan. Ya'ni qo'limdagi Voydodning nonini ustida Jo'xorining talqoni bor ekan. Shu kichkina qo'shimchalarning o'ziga ham maza bir-biridan farq qiladi. Lekin mana bu saysika bo'lsa alohida tema ekan. Bunaqa saysikani qayerdan topish to'g'risi men o'zimga ham qiziq bo'ldi. Ikiralari bilan qo'shib yeganda boshqacha bo'lar ekan. Ahamiyat bersanglar, har bitta ovqat ustida o'zimni firmini burgerlarimni qilib ko'ryapman. 3-bo'lib sahnaga beg'uborimni chaqirdim. Xudo ham qizinglarmi, u kimmi beg'ubor deb chaqirsanglar, mana shu ovqat esingizga tushursin. Nomiga mosmi, yo'qmi, uni kommentda o'zingizlar bitta yozib ketasizlar. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, mana shu yumshog'iga o'xshagan yaqininglar bo'lsa, o'ziga yuborib qo'yinglar. Nomi ajoyib. Yeganimda ham yumshoqqina ketdi. Ustiga sirli sousni ham solib berishar ekan. Sizlar fast foodlarga nima qo'shib yeysizlar? Mayonezmi, ketchupmi, achchumi, uni pastga yozib ketarsizlar. Bitta kamchiligi joyi kichkina va sal qorong'iroqligi ekan. Shuni hisob olinsa zo'r bo'lardi. Biz bo'lsa limonchilar sirpanturlar duo qilib ketdik. Aslida shu bolani dodasini joyiga kelgan edik. Originali. Narxlar qimmatmi yoki arzon? Lakasi Telegram kanalida bor.